13. Juma. Insonni ortda qoldiradigan idrokni yaratish imkoniyati faqat tabiiy tanlanish orqali. Bu kitob hozircha o'zbek tilida mavjud emas. Sun'iy idrok xuddi yadro qurol kabi insoniyat manfaatlariga mos kelmasligi mumkin. Agar sun'iy intellekt o'z meniga ega bo'lsa, biz unga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Bu bizning ehtimoliy kelajagimiz uchun qo'llanmadir. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun non-fiction loyihasining 13-soni. 13 loyihamiz esa har juma kuni chiqadi. 13 juma. Loyihamizning bugungi soni uchun qandaydir qo'rqinchli mavzudagi kitobni tanlasammikin deb turgandim. Ammo hozirgi zamonda vampirlar, zombilar yoki arvohlar bilan kimlarnidir qo'rqita olmaysiz. Shuning uchun keling, bugun sun'iy idrok haqida gaplashamiz. Bugun diqqat e'tiborimizni astrofizik, sun'iy idrok bo'yicha tadqiqotchi Max Tegmarkning Hayot 3.0 nomli kitobiga qaratamiz. U o'zining ushbu kitobida sun'iy idrok va uning kelajagimizga ta'siri haqida fikr yuritadi. Qiziqarli savollarni o'rtaga tashlaydi. Bu kitob hozircha o'zbek tilida mavjud emas. Tarjima qilinmagan. Balki vaqti kelib hali sun'iy idrokni o'zi tarjima qilib berar. U yoq bu yog'ini o'zgartirib albatta. Har holda bu kitobni ingliz, rus va turk tillarida topib o'qish mumkin. Life 3.0, ya'ni Hayot 3.0 kitobi agar sun'iy intellekt insondan ancha aqlliroq bo'lsa, bizni nimalar kutayotganini tasvirlab beradi. Ushbu kitob insoniyat kelajagi davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni qanday hal qilishimiz mumkinligini tushunishga yordam beradi. Keling, biz ham ushbu kitobdagi asosiy g'oyalarni ko'rib chiqamiz. Hayot 3.0 bu o'zi nima? E'tibor qilgan bo'lsangiz, telefondagi yoki kompyuterdagi dasturlar va ilovalar turli versiyalarga ega. Biror dasturning boshlang'ich versiyasi 1.0 ko'rinishida e'lon qilingan bo'lsa, unga qo'shimchalar, yangiliklar kiritilib, keyinchalik 1.1, 1.2 versiyalari chiqariladi. Ilova mutlaqo boshqacha ko'rinishga keltirilgach esa 2.0 versiyasi chiqariladi. Xuddi shu ma'noda Max Tegmark ham biz yashayotgan dunyoni, ya'ni hayotimizni 3 ta versiyaga bo'lib chiqqan. Bu 3 ta versiya hayot evolyutsiyasining Tegmark tomonidan o'ylab topilgan 3 ta konsepsiyasini anglatadi. Masalan, hayot 1.0 biologik hayot hisoblanadi. Bu dastlabki bosqich bo'lib, unda mavjudotlar, bakteriyalar kabi o'z muhiti yoki bilimlarini o'zgartirmagan holda faqat tabiiy tanlanish orqali rivojlanishi mumkin. Hayot 2.0 esa madaniy hayotni anglatadi. Ya'ni bu biz odamlar yashayotgan hayot darajasi. Biz o'rganishimiz, xulq-atvorimizni o'zgartirishimiz va bilimlarni madaniyat orqali yetkazishimiz mumkin. Ammo bizning tanamiz va qobiliyatlarimiz biologiya tomonidan cheklangan. Tushungan bo'lsangiz, birinchi versiyadagi hayotda hech qanday o'zgarishga uchramaydigan mavjudotlar, ikkinchi versiyada esa aqlan o'zgarishi, bilim olishi mumkin bo'lgan tur nazarda tutilyapti. Hayot 3.0 esa texnologik hayotdir. Bu gipotetik bosqich bo'lib, unda mavjudotlar nafaqat o'z bilimini va xulq-atvorini, balki biologiyasi va apparat ta'minotini ham to'liq nazorat qila olishadi. Sun'iy intellekt rivojlanishi bilan hayot 3-versiyaga, biologiya doirasidan chiqadigan darajaga yetishi mumkin. 3-versiyadagi hayotga o'tish bilan bizda o'z-o'zini o'zgartirishga qodir va ehtimol insonni ortda qoldiradigan idrokni yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Xo'sh, aytib o'tilganidek, 3-si bu hozircha gipotetik bosqich. Ya'ni hozircha reallik emas. Lekin baribir bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Tegmark sun'iy idrokning mehnatni avtomatlashtirish, kasalliklarga davo topish va umr ko'rish davomiyligini uzaytirish kabi kuchli imkoniyatlarini sanab o'tadi va tushuntiradi. Sun'iy intellektning rivojlanishi insoniyatga bir qator afzalliklarni va'da qilmoqda. Ammo shu bilan birga
u bir qancha muammolar va tahdidlarni ham keltirib chiqaradi. Misol uchun, agar super intellektual tizimlar bizning nazoratimizdan tashqariga chiqsa, ularning maqsadlari insoniyat manfaatlariga mos kelmasligi mumkin. Shu joyda bir nechta ehtimoliy tahdidlarni sanab o'taman. Iqtisodiy tengsizlik xavfi. Agar sun'iy intellekt faqat ba'zi korporatsiyalar yoki davlatlar nazorat ostida bo'lsa, bu boylar va kambag'allar o'rtasida farqni kattalashtiradi. Nazoratni yo'qotish xavfi. Ehtimol sun'iy idrok odamlar belgilaganidan farq qiladigan darajadagi o'z maqsadlarini shakllantirishi mumkin. Axloqiy muammolar. Menimcha bu hozircha eng mavhum, eng tushunarsiz va tasavvur qilish qiyin bo'lgan masala. Ya'ni avtonom idrokning axloqi. Sizningcha u qanday bo'ladi? Axir biz insoniyat axloqini o'zini haligacha o'rganmoqdamiz. Bundan tashqari, biz hozirda maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni nazorat qilish haqida ko'p bosh qotirmoqdamiz. Agar bu masalalar kelgusida sun'iy idrok qo'lida bo'lib qolsa, u qanday yo'l tutadi? Ushbu muammolar va xavf-xatarlar insoniyatning sun'iy intellektni rivojlantirish va qo'llashda mas'uliyatliroq bo'lishi muhimligini ta'kidlaydi. Tegmark sun'iy intellekt rivojlanishini bir nechta ssenariylarga bo'lib chiqadi. Eng yaxshilaridan to eng xavflilarigacha tushuntirib beradi. Men ularning ba'zilarini keltirib o'taman. Farovonlik ssenariysi. Sun'iy idrok barqaror va gullab yashnayotgan jamiyatni yaratish orqali insoniyat manfaati uchun ishlaydi. Bunda texnologiyalar har bir kishining hayotini yaxshilashga yordam beradi. Qaysidir ma'noda bu biz filmlarda ko'rishga odatlangan ssenariy. Muzlatilgan holat ssenariysi. Sun'iy idrok kuchayib ketadi, ammo biz tahdidlarning oldini olish uchun uning imkoniyatlarini cheklaymiz va shu orqali uni nazorat qilamiz. Istilo ssenariysi. Sun'iy idrok nazoratdan chiqib ketadi, o'z maqsadlarini belgilab oladi va ehtimol insoniyat tabiatini o'zinikiga mos kelmaydi deb qaror qiladi. Buning oqibatini fantaziyalaringizning ixtiyoriga qoldiraman. Yana bitta qiziq ssenariy singulyarlik ssenariysi. U rivojlanib shunday yetuk darajaga chiqadiki, odamlar va robotlar birga hayot kechira oladigan yoki odamlarning o'zini sun'iy idrok darajasiga chiqaradigan jamiyatni yaratadi. Fantastika. Ushbu ssenariylarni keltirar ekan Max Tegmark eng yaxshi natijani ta'minlash uchun nazorat qilish qoidalari va mexanizmlarini o'ylab chiqishimiz kerakligini ta'kidlaydi. Kitobda ko'tarilgan eng sirli masalalardan biri ong muammosidir. Agar sun'iy intellekt o'z meniga ega bo'lsa, biz unga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Mashinalarning huquqi bo'ladimi? Bu savollar ko'proq etika va axloqqa taalluqli. Yana bir savol. Agar biz super intellekt yaratsak, uning istaklari va his-tuyg'ulari bilan hisoblashishga majbur bo'lamizmi? Afsuski, biz hozircha ong nimaligini va u qanday ishlashini bilmaymiz. Shuning uchun shunga o'xshash ongga ega mashinalarni yaratish katta axloqiy va ilmiy muammo bo'lib qolmoqda. Tegmark insoniyat sun'iy intellekt rivojlanishini faol boshqarishi muhimligini ta'kidlaydi. U buning uchun bir nechta qadamlarni taklif qiladi. Birinchidan, axloqiy va huquqiy standartlarni yaratish zarur. Sun'iy intellektdan foydalanishni tartibga soluvchi normalar va qonunlarni ishlab chiqish kerak. Ikkinchidan, hamkorlik va xalqaro tartibga solish tizimlarini ishlab chiqish lozim. Sun'iy idrok xuddi yadro qurol kabi qurollanish poygasining yangicha ko'rinishiga aylanmasligi kerak. Tasavvur qiling, har bir mamlakat yoki tashkilot o'zi ishlab chiqqan super intellektdan o'z manfaati yo'lida foydalanishni boshlasa. Tegmark aynan mana shu masalaning oldini olish zarurligini aytadi. Uchinchidan, tadqiqotlarning shaffofligini ta'minlash kerak. Sun'iy idrok ishlab chiquvchilar o'z ishlanmalarini tahlil qilishlari va nazorat qilishlari uchun ochiq muhokamalar uyushtirib turishlari va bilim almashishlari lozim. Ushbu chora-tadbirlar sun'iy intellektni insoniyat uchun foydali bo'ladigan darajada rivojlantirishga yordam beradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu kitob bizni texnologiyalar dunyomizni qanday o'zgartira olishi va biz qanday kelajak yaratmoqchi ekanligimiz haqida bosh qotirishga undaydi. Tegmark o'z kitobida butun insoniyat taqdiriga aloqador bo'lgan muhim savollarni ko'taradi. Bu shunchaki texnologiyalar haqidagi kitob emas. Bu bizning ehtimoliy kelajagimiz uchun qo'llanmadir. Agar bizni nima kutayotganini chuqurroq tushunishni istasangiz, bu kitob aynan siz uchun.
Do'stlar, loyihamizning bugungi soni sizga yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Va albatta, izohlarda sun'iy idrok va insoniyat kelajagi haqidagi fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.